Hormanglar endi. Salomat bo'ling. Bu hammasi men aytgandek bo'ldimi? Miridan sirigacha qarab turdiz-ku. Endi men bu bilan gaplashib turgan paytlarimda sen yo'q-yo'qlardanda levi qo'ymadingmi? Deyman-da. O'z glavar sarding-a? Tinchlikmi? Bizni kecha ham sizlardingiz. Endi ukam, men pul beradigan odamman. Xolasa sizdayman. Xohlagan kunim sansirayman. Xo'p, aka. Bu sherigimni bolasini mazasi yo'q. Hozir siz beradigan puldan ozginasini uyga ro'zg'orlikka beraman da qolganini hammasini sherigimni farzandini operatsiyasiga ishlatamiz. Vaziyat siz bilan topishmoq aytib o'tiradigan darajada emas. Musullarni berib yoribsizlar-ya? Malades. Kraskani bankalar qani? Chiqindiga berib yubordik. Challaga eshitding sen? Akaning u bankalarga gul ekaman degandi. Nechta banka bor edi? 200 bitta banka bor. Xo'sh, agar bitta banka 5000 so'mdan bo'lganda ham 1,5 million bo'ladi. Pulinglar olib qolaman. Yo, bankalarni topib kelasan, ha? Endi aldamasdan to'g'risini aytlaring. Mana shu 84 kun mobaynida telefonlaringni necha marta zaryadga qo'ydilar? Hozir 1 minut. Bo'yin operatsiyasi qay darajada zarur? Juda zarur. Shu o'tgan 84 kunni 30 kuni Ramazon edi. Men senlarni Ramazonda bir kunda bir mahal ovqatlantirishni mo'ljallaganman. Lekin senlar 4 kun ro'za tutmasdan keldilar. Senlarga boshqacha abay topib kelishga majbur bo'ldim. Aka, bizni ishimizda biron bir kamchilik bormi bo'lsa ayting. Bo'lmasa tezroq pulimizni bersangiz biz ketaylik. Qaqa shoshasan. 84 kun ishlab bir pasta pullab olaman deb o'ylaysanlar. Biz sizdan pulimizni albatta olamiz. Kulgimni qislatmakin. Hozir ko'cha yo'q-ku. Sen problemangni nishat qilib beradi ekan. Agar qonunlar deyotgan bo'lsang, bir parcha qog'oz yo'q, bu yozuv chizuv qilingan. Alloh boru, Hoji aka. Qiyomatda olamiz haqqimizni. Lekin unda kurs boshqacha bo'ladi. Bu gap. Qiyomatda ko'rishamiz. Sirlaring. Qani kel. Dada, faqat ukol qo'shmaydimi? Ya, shunchaki ko'rib qo'yishadi xolos. Xo'p.
bu yerdan chiqib, keyin do'konga boramiz, xo'p? Kechirasiz. Erim sizni ko'rganlarida bezovta bo'ldilar. To'g'risini ayting. Oranglarda biror nima bo'lganmi? To'g'risi, eringizni tanimadim, aniqrog'i. Tanib bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Eringiz kim o'zi? Ismi nima? Sog'ligidagi biror surati bormi? Mana, ismlari Akmal. Kulgimni qislatmakin. Hozir ko'cha yo'q-ku. Sen problemangni nishat qilib beradi ekan. Alloh boru, hoji aka. Nima bo'ldi eringizga? Yangi uyimizga ko'chib o'tdik. Yangi hammomizda birinchi marotaba cho'milayotganlarida ariston portlab ketib, tanalarni katta foizi kuyib ketdi. Doktorlar bunaqa vaziyatda joyida jon berish kerak edi deyishdi. Nimagadir jon bera olmayapti. Men uylarni malyarkasini qilgan ustaman. Eringiz bizga 5 million so'm pul bergan xolos. 41 million qarzi qolgandi. Pulimizni bermay haydab yuborgandi. Siz ozroq kutib turing. Hozir ketamiz, xo'p? Xo'p. Bu yerda 41 million. Erim sizga berish kerak bo'lgan omonat. Iltimos. Erimdan rozi bo'ling. Allohga omonatimni topshiramiz. Kraskani bankalar. Chiqindiga berib yubordik. Chalga eslaysan? Akang bankalarga gul ekaman degan. Siz gul ekaman degan kraska bankalarini musirga berib yuborgandi. Bu 1 million 5 ming. Gul to'y olasiz. Qiyomatda olamiz haqqimizni. Lekin unda kurs boshqacha bo'ladi. Qiyomatda ko'rishamiz. Bu bolamni operatsiyasini puli edi. Alloh buyuk. Rizqni bandalariga o'zi xohlagan uslubda yetkazib berar ekan. Mirzayev ayolasi sizmidingiz? Qani? Alloh sabr bersin.